Salom do'stlar. Hozir sizlarga to'g'ri shorts qo'yishni o'rgataman. Bu shortslar YouTube ustidan qo'ysangiz ham bo'ladi. YouTube o'zidan ham qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun, plusni bosasiz. O'rtada plus bor. Masalan, plus bosasiz va video yoki joyli keyin bu yerda hozir mana biror akkaunti bo'lsa, tayyorga bosasiz. Matnga bosasiz. Katta va kichik ana ustiga bossangiz, mana yozadigan narsa chiqib keladi va o'sha yerdan xohlagan narsa bosasiz. Masalan, Choriyev deb yozasiz va ustiga bitta bosasiz. Keyin nikini yashil va yana bosasiz. Obuna bo'ling deysiz, ya'ni kichiktirasiz. Yana kichiktirasiz. Ustiga yana bitta bosasiz. Mana bu yerdan yurmasa tahrirla bosasizda, yana bunday qilib mana yopdim ustini. Mana bu yerdan chiqib keladi 100 so'z. Shuning uchun orqaga qayta olasiz. Va hozir ko'ringandan keyin oxiriga o'tkazasiz mana aka. O'ynatib tursangiz, yoki sal oldiroq o'tsangiz, mana bunday cho'ziladi. O'shanga moslab turib, buni qilasiz va yurg'izib sinab ko'rasiz. Bu sinaldi. Endi hozir bir ekranda aytgandek yozuvga Choriyev Shinyor kichiktirasiz. Chap tarafdagi yana tugmani olib va yurg'izib nikini yashirasiz. Yana bosasiz. Obuna bo'ling. Xo'jangiz boshqa narsa yozsangiz ham bo'ladi. Bu yerda yurg'izib mana keyingisini bosasiz. Eng muhim joyi mana shu yerda. Shaxsiy turibdi. Shaxsiydan hammaga ochiq o'tkazib qo'yasiz. Va qisqa videoga nom bering. Nom berasiz. Masalan, Ronaldo Prime deysiz va 100% bu yerdan hashtag bor, mana bunaqa panjara deydi. Shuni bosasizda shorts deysiz, o'zidan chiqib keladi. Shortsni bosasizda buni o'chirasiz. Endi yana bosasiz va eng muhim joyi mana bu yerda bolalar uchun yaratilganda bosmaysiz, yo'q bolalar uchun yaratilmaganda bosasiz. Agar shunday bo'lgan bo'lsa, yo'q bolalar uchun yaratilgan bo'lsa va tushirasiz. Video faqat 18 yoshdan kattalar uchun, yo'q video 18 yoshdan kichiklarga ham mos deganini o'tkazib qo'yasiz va chiqib ketasiz. Va aloqador videolar. Hozir meni kanalim 1-2 oyda ochilgan edi. Hozirgi kanalim kengaymagan. Shuning uchun playlistim ham yo'q va tavsif kiritish. Birinchi bo'lib boyagi shortsiga nom qo'yganingizni yozasiz. Ronaldo Prime va pastdan hashtag masalan
hashtaglarni ustiga bosasiz, chiqiladi futbol. Futboldan keyin o'zingiz yozasiz. Masalan, hashtag DS va yana bitta hashtag va o'zingizga nikingizni yozishingiz mumkin. Choriyev Chinyar. Ana endi pastdan yozasiz. Yana misol uchun yana shunday qiziqarli video ko'rmoqchi bo'lsangiz o'zingizni nikingizni yozasiz. Choriyev Choriga obuna bo'ling va chiqib ketasiz. Mana yerdan futbol yozilib qolibdi. Futbolni o'chiring. Mana shunaqa qilgandan keyin va o'zingizga tepada qalamchani bosib, o'zingizga kerakli anoni mana yerdan yurg'izib, masalan, mana shu Ronaldoni shunday turgan joyi yoqdi va tepada tichkani bosasiz va akkauntingiz tayyor, videongiz tayyor, qisqa videoni yuklashni bosasiz. Xo'sh, ana bu yerdan videongiz yuklanadi. Yuklangandan so'ng videongiz menimcha rekka chiqadi deb o'ylayman. Men hozir bu yerda ertalab video qo'yib edim. 10 ta yoki 15 ta qo'yaman. Bu safar 20 tadan ortiq ko'rdim. Mana bu yerda 800, 150, 1000, 300, 900, 500, 100, 200, 1000 bir marta ko'rilgan va hozir bu yerda yana ko'plab ko'rilyapti. Mana bu yerda video chiqdi va siz tekshirib olasiz. Demak, Ronaldo Prime hashtag shorts deb yozasiz. 10 butun oldin bo'lgan like bosib, ko'mishlar shuncha. Ronaldo Prime futbol bo'yicha chorishni, yana shunaqa qiziqarli video ko'rmoqchi bo'lsangiz, choriga obuna bo'ling. Hammasiga chiqib ketasiz. Va shu YouTubedan 3-4 soniya yangilab olasiz. Agar shunda sizni ko'rilgan 0 marta degan joyi 5 yoki 10 bo'lsa, ishonavering, sizning shortsingiz 100 marta ko'rilishdan oshadi. Yana shunaqa videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, Choriyev Juniorga obuna bo'lib qo'ying.